Siz yashagan birinchi uy onangizni qorni edi. Siz tekkan birinchi tana onangizni tanasi edi. Siz hidlagan birinchi hid onangizni hidi edi. Siz yegan birinchi luqma onangizni suti edi. Siz uxlagan birinchi yotoq onangizni bag'ri edi. Siz eshitgan birinchi qo'shiq onangizni allasi edi. Birinchi doktoringiz onangiz, Birinchi o'qituvchingiz onangiz. birinchi do'stingiz onangiz edi. Bugun siz katta bo'ldingiz. Balki kattakon bo'ldingiz. Oilali, bola chaqali bo'ldingiz. Biz ulg'aydik, ish bilan bandmiz, lekin ota-onamiz hanuz biz uchun duo qiladi. Sanatoriya sog'liq va xotirjamlik. Bu shunchaki dam olish emas, balki davolanish, tinch muhit, shifokorlar nazorati demakdir. Ota-onangiz sog'lig'i uchun har bir qilingan qadam eng oliy ehsondir. Ramazon oyi uchun joylarni oldindan band qiling, quyidagi havola yoki raqamlarga qo'ng'iroq qiling.